burunqi mahallalarda shundaq bir joy bo'ladi Yaqub. Ko'zini yetib olsangmi, burning bilan tepib bora oladigan. Cho'nglar u yerda tamaki chekishgach, ishdan tushiruglik holda xalqaroliq masalalarni muzokara qilsa, qeyrilar ta'tir o'ltirishib, dunyoning abtabashiyasini billa oshkorlaydi. Yoshlar tufriklarini tishlarining orasidan jig'itib tukurgach, oqshomgi kinoni bo'lishib olib, bir-biriga qayta tapirishsa, bizda kichiklar futgan narsalarni sanig'ach, o'yin to'g'riliq paranglashdik. Agar yoshlar bilan birga o'ltirib qolsang, tam qo'shnaning bo'yiga yetgan qizi to'g'riliq ma'lumot berishga majbur bo'larding. Cho'nglar bilan o'ltirib qolsang, ularning yo'nliq yo'tisini ko'rib, Darwin deganda to'nimay turibmi, tadrijiy taraqqiyot nazariyasini o'zingni yakillab o'tading. Qeyrilar bilan o'ltirsang, ularning yutaldan qachon to'xtaydiganligini tasavvur qilgach o'ltiratding. Bu yerning to'shiklari to'saq deganni, to'g'rislari chiroq deganni, tomlari yillab suvoq deganni ko'rib boqqan emas. Kech qurulliqqa salla diqqat qilmasang, qo'rsqingdikini tushiraman deb o'zingni tushirib olsan. Qeyrilarning to'shining oldida hossini qo'ltig'iga qisib, titirgan qo'llarida ishdan beg'ini yeshgan holati, xuddi putiga taqsiteng olgan davozning kuzni etilib ta'tirmangimdek seni hayajonga solatdi. U chaqlarda qarab o'ltirdiganga tilpin bo'lmagan bilan, qaramay desangmi amal bo'lmaydigan oldinda bir tam bo'ladi. Bu tamga tillas san'atining eng erkin kamolati mujassamlangan edi. Texi kimsizganligini mangu bilgini bo'lmaydigan bir rasmlar bo'ladiki, hatto dadang bilan yanma-yan o'ltirgandimi, shu rasmlarga bilmay qarab qolatding. Hozirgi bolalarni tilpin buzivatdi deb ranjigan bilan biz ashundaq tamlarga kunda qarab cho'ng bo'lib, ilmi mushinchilik bo'pdik. Ba'zi kishilar o'ylarini oqartganda bu tamnimi billa qo'shib oqartib qo'ygan bo'ladi. Ammo bu rassomlarning talantini texmi joriy qildiradigan yangidan do'stga yasab berganlik edi. Bir kuni o'tganda sangdab bergan ismi sanga o'xshash heliqi Yaqub bilan u yerning bari yo'q ikki to'shigini egallab, pechur sanag'ach o'ltirib qoldik. Pechur desam nima ekan deb qolma. Qizlar chechini bo'g'adigan rezinga. O kuni biz necha changal pechur tutib olgan bo'lib, bir daduyning qo'tullarining chechini bo'g'ishga yetdi. Pechurlarni sanash, ikkiga bo'lish va ularni zanjirdek to'qib chiqish qatorliq ishlarni ishtansiz tamomladik. Buninglik bilan bo'ldi qilmay, to'qilgan zanjirning bir uchini barmog'imizga ilib, yana bir uchini qo'yib berib, oldimizdagi tamga qo'ngan chivillarni so'qishda baslashib o'yindik. Men sana bizning mahalla dehqon bozoriga yaqin edi demaganmi? Orliqda pakarg'ini kelgan bir dehqonning beshini ichiga tiqib, necha qitim qarg'ini bilanmi karimiz bo'lmadi. Birdamdan keyin u odam yugurgan peti kirdida kichik tarat o'qiriga kassini qo'yishga oralla ulgurib taranishdi. Biz buni ko'rib kulkimizni basalmay beshimizni ichiga tiqib pixildab kulayverdik. U bek yavaş odam bo'lsa kerak. Gap qilmay chiqib ketgandan keyin kelayotgan yana bir odamga biz to'g'riliq datlab berganini angladim. Biz endi qo'pmasak bo'lmadi deb chammalarni bekarlab turganda, voy balani go'la degancha bir buvay tillab kirdi. Uning bir qo'lida hasa, yana bir qo'lida o'zi ishiltish uchun elib olgan yo'g'on bir kallak chalma turadi. U kirgan hamon chiqisha deganicha Yaqubning oldiga chammani darg'azab bilan otdi. Qonqib chiqqan bir partisi Yaqubning peshonasiga tegdi. Agar bevosita tekkan bo'lsa, bu uning eng oxirgi qitim hojatga kirish bo'lib qoladi. Qo'rqib ketgan Yaqub ishtinni chala ko'taribla uning yenidan mushdek o'tib qochdi. Uningmi bak qistab ketgan bo'lsa kerak, o'ltirib olgandan keyin tillashlarini yana davomlashtirdi. Teg'i chingma emas, bo'shma emas, dumbamga hassa bilan netchini urdi. Sen nemishqa qochmading demsan? Men asli Yaqubdimi burun qochmoqchi edim. Lekin bir soatga yaqin o'ltirg'achqa paqalchiqim qo'lishib qilib o'rnimdan midirlay olmadim. Qo'polmagan siri ashi ostimdagi dahshat o'ziga tortgandek bo'lib, tushib ketib qolsam cho'qim qo'lim bilan terab turib olishga tirishaman deganga ideya jihatdan tayyorlik qildim. Sezimsiz putlaring titirgan holda bir mo'teyish tushishning livida o'ltirib, ustida birisining tayg'ini yeyishning qabohatini sen ya tasavvur qila olding ya qila olmading. Kallam putumdili qilib, uning nima deb tillayotganligimga toza quloqimga kirmadi. Qo'limni opirib paqalchiqimni tutib baqdim. Xuddi boshqa birisining paqalchiqini tutayotgandekla. Birisi qo'limdan tortib olmasa, qo'polmaydiganligimga ko'zim yetdi. Yaqub deb to'g'ladim men sirtqa qarab. Tillashdan endi pasaygan buvay tuyuqsiz varqirg'inimni anglab cho'chib ketdi. Men oldin qilib o'ltirgan yerga, u keynini qilib o'ltirg'achqa bayam qo'qish uchun qiynalganlarimni u sezmagan edi. Buvay mening nimaga to'g'layotganligimni bilolmay qayrilganicha menga qarab qoldi. Mening uningga xap olmay qo'limni tortib olsangiz bo'pti ekan degim kelmadi. Desammi, bayamqi tillashlardan u meni tortib oldigandek emas. Ala ovi chammini dedi buvay menga qarab. Baya u atgan chammining yo'g'on bir parchasi mening oldimdagi yerda turardi. Qo'lim yetgan bo'lsa ep beratdim. Lekin hozirgi ahvolda sana chammi ep beraman deb aran turayotgan tanqulligimga chaqchaq qilmayman. Ovi chammini oldavataman sana dedi buvay hurkirab. Qo'lim yetmaydi. Ingishib olmam sen to'qining po'qi. Ingsam to'sh kuchib ketimi? U qo'ltig'ida qisib o'ltirgan hassini mangtanglab, "Mening bilan ola" deb gülaydi. O'zi ta'tir o'ltirg'achqa hasi bilan elish uningga afsiz edi. Hasini qo'limga elib, chamma elishdan burun buning bilan terab turib olmoqchi bo'ldim. Hasini yerga terab turib, nahayat ta'sda o'rnimdan qo'zg'algan bo'ldim.
Buvay mening üzülimmi qarab qoldi ekanligimni ko'rib, hayron qolgancha harakatlarimga qarab turdi. Asa azroqla teyilib ketsa, men yo'q edim. Buvay mendimi bak jiddilashib, asini sundursan dedi. Men o'rnimdan turib olgandan keyin yana bir qadamni tasda oldim-da, endi qutuldim deganimcha asini tashlab, yuzimni oldiga etib tamda terab turib oldim. Asa deb ketdi u jiddilashib. Men bu qutuldum, lekin uning hassi tushib ketgan edi. Buvay hassini qutqizmoqchi bo'lib, o'zining qanday turib ketganligini bilolmay qoldi. Lekin hasi bo'lmasa aran shunchalik qo'palamdi yoki uningmi menga o'xshash putqollari siyqirab ketganmi, yerim qo'pib bo'libla, ya qo'polmay, ya o'ltirib ololmay ingishkincha turib qoldi. Ishtinni ko'tarish asla xayoliga kelmadi. Asini aldayapman. Ola asini deydi u to'xtamay. Men uningdimi bakrak jiddilashib ketgachga, tamni silab, oqsab degidek tushikning yeniga berib qarab baqdim. Elimi yaxshi hasi tik tushgan peti sanjilib qapti. Agar o'ng tushgan bo'lsa, men o'milab bo'lsam qachay degan edim. Men zanjirsiman pechirimni oldim-da, asining agmisidan ilib tartib chiqarib oldim. Ondan uchining tamg'a va yerga surkib o'tib uningga berdim. U bir qo'lida hasiga, bir qo'lida menga eslab degandek tushikdan aran ayrila oldi. Mening putumni esiga kelmagachga, uning bilan tangli tamg'a yulinib, putumni sunib o'ltirib oldim. Uning tillashlari texmi kuchayib o'tadi. Bu arada bir odam kirib keldi. Ikkimizning putimizni sunib tamg'a yulinib o'ltirganligimizni ko'rib, ichib bo'lgan tasmasini qaytadan etdi-da, yenimizga kelib, "Nim bo'ldinglar?" dedi. Mavugoy hasini o'raka tashlab o'tib, dedi u hasini ko'tarib meni yana urmoqchi bo'lgandek. "Men qasdan tashladim-mi? O'zingiz chamma oldingiz-ku?" dedim men uningga. "Ashundaq olamsan chammani?" dedi u muvaqirab. "Hasi bo'lmasa o'rnimdan tura olmaydigan tursam," dedim menmi. Elqi odam men qarab, "Bu asli sening hasang edi, shundaqmi?" dedi. "Voy balam, mening hasam, mening," dedi buvay tirikmaslikka tirishib. "Baya u asi bo'lmasa tura olmaydim deydi-ku. Tura olmasa asini o'raka tashlasin debdimi?" dedi buvay. "Men qasdan tashladim-mi?" dedim buvayga. "Demak," dedi elqi odam ariga kirib. "Seningmi asli bir hasang bor edi. Shu o'raka tushib ketdi, shundaqmi?" "Voy yo'q, men shu musha hasi bilan turib olay degan," dedim men. "Ikkinglar odatda musha hasini tang ishlatdinglar, shundaqmi?" "Voy, nimandaq gap tushunmaydigan odamsiz. Mening asli putum saq. Men burun ayrim hasi ishlatmaydim va bu odam bilan tangmi ishlatmaydim. Bu odamni men tunimayman. Baya tuyuqsiz putum og'rib tura olmag'achqa, ma odam hasi bilan chamma elevat degan. Hasi bilan chamma elevatsa, tura olmaganlar tura olam degan," dedi u hayron qolgandek. "Nima deydigando?" dedi buvaymi terikib. "U tura olmag'achqa siz hasi bilan chamma elevat debsiz-ku. Tura olmaslik bilan chammaning nima munosabati?" "Qo'ng bilan munosabati, qo'ng bilan," dedi buvay texmi terikib. "Men ishiltime chammadan birini elevat degan. Siz ishiltadigan chammani nemishqa bu baladan olasiz?" dedi u texmi hayron qolgandek. "O'zida bo'lmagandan keyin mendan olmay kimdan oladi?" dedim men terikib. "Endi tushundim," dedi u. "Sen maxsus chamma olmay kirganlarga chamma sotirgan bola, shundaqmi?" "Nim deydiganda ma odam?" "Bo'ldi balam, bo'ldi. Bizga hech nim bo'lmadi," dedi buvay qattiq zerikib. U odam chiqib ketgandan keyin biz birlikda uning sarang ekanligini muayyanlashtirdik. U texi chamma ishlatmaganligini unutib o'rnidan turdi. Men uni yulidim-mi yoki uningga esildimmi, oqsab silab degandek u yerdan chiqishdik.